Muhammed Hafız Mevlevi Yarkendi 1931-yılı Şarkı Türkistan'da partlagan Milli İnqilab 1934-yılı Atiyazda ve 1937-yılı yazda arka-arkadan içinişlik mağlup bolgandan keyin vatan üçün küreş kılgan kişilerden nurgulları jirak yakındaki chet devletlerge hicret kılıp çıkıp ketişki mecbur bolup kalgan. Ayni çağda yeni kurulgan Pakistan Quruqluq Armiyasi terkibide asker bolup işligen Mevlevi Muhammed Hafız Hasan'ның ailesi mi şu vakitte çaresizlikten chet ellerge çıkıp ketişke mecbur bolganlardan biri idi. Mevlevi Muhammed Hafız Hasan'ның atısı şu vakitteki Milli İnqilabның aldınqı Qatardaki fidoyilardan bolup 1937 yılıga kelgende onun ailesi mi başka Uygurlarga o'xshash chet ellarga chiqib ketishga mecbur bo'lgan. Qutadg'u bilikni arab tiliga tarjima qilgan danglik adabiy tarjimon va tarixchi Muhammad Qasim Hojim Turkistonda o'tgan bir qism mashhur shaxslar nomliq arabcha asrida Mevlevi Muhammed Hafız Hasan to'g'riliq mundaq deb yozgan. Mevlevi Muhammed Hafız Hasan'ның dadisi Hasan Mevlevi asli Yarkanlik Uyg'ur bo'lib 20. asrning boshlarida yurti Yarkandan o'qish uchun Hindistonga chiqib ketgan. Hindistonda bu odamni bilmaydigan o'lima yo'q deyarlik edi. O'limalarning hammasi bu kishini to'limi yaxshi ko'ratdi. Chunki u ham katta olim, ham nihoyat notiq odam edi. U 1933-yili o'qishini bitirib Hindistondan qaytib kelib Yarkanda turgan. Xotan inqilobchilari bilan Yarkan qo'zg'olonchilarining orasini tuzashda zo'r rol o'ynagan. 1933-yildan 1937-yilgacha bo'lgan barliq alam va qalam kurashlarga qatnashgan. Keyincha 1937-yili yozda Abduniyaz Kamal Sovet Qizlar armiyasi tarafidan bostirilganda Jiraqni ko'rar Hasan Mevlevi oilasi bilan birga Qashqardagi o'rus qo'shin yetib kelishdan ilgirla Yarkan shahridan hijrat qilib Hindistonga chiqib ketgan. Ve şu yılı 11. ayının 12. günü yani Hicriye 1356 yılı Ramazan'ın 9. günü Kutluk Cuma günü de Mevlevi Muhammed Hafız Yarkendi Hindistan paytaxtı Yeni Dehli şehirde dünyaya kelgen. Keyince 1947 yılı Angliyanın hamilikideki bir bütün Hindistan devleti dinni itiqat boyunca ikiye bölünüp şu yılı 8. ayda Yeni Pakistan devleti barlık kelgende Hasan Mevlevi Yarkendi Pakistan devleti terkibide yaşashni davam qilgan ve ilim tahsilini Pakistan'da qilgan. Keyin bu kişi Saudi Arabistan'a kelgan edi. U Saudi Arabistan'ның Ciddi radyosuga ishga kirib bir az vaqt ishlagandan keyin yana Pakistan'a qaytib ketgan edi. Muhammad Qasim Hojimning aytishicha Mevlevi Muhammed Hafız Hasan kichikdan dinni ve fenni ilimlerini tahsil qilishga boshlagan bo'lib 1958-yili kuzda hozirgi Pokistonning Panjab universiteti Shariat ve Qonun fakultetini bitirgan. 1964-yili yana shu universitetda magisterlik unvoniga erishgan. 1964-yili Sharqiy Turkistonning siyosiy vaziyatida ve qo'shni Hindistonning siyosiy vaziyatida jiddiy o'zgarishlar yuz bergan edi. Aldı bilen şu yılı 3. ayda Seyfiddin Azizi atalmış Şinjan'ın өлkə reisi bolup tayinlengen. Bütün Uygur halkı bunu yaxşılıktan bişaret dep qaragan idi. Biroq oylamgan yerden şu ayda maqullangan Latin yazıqıga köçüş hareketi ve 1965 yılı yazda bütün Xitayni qaplagan atalmış medeniyet zor inqilobi Uygur halkını tarixta misli ko'rilmagan xonavayronchiliklarga uchratdi. 1964 yılı 27 may Hindistan'ның dahiyesi Nehru vafat bolgandan keyin yeni teşkillengen Hindistan hükümeti Xitayga karşı amaliy hareket qo'llanishini to'xtatgan Amerika hükümetidan narozi bo'lib Sovet ittifoqiga moyil siyosat yurgizishga boshlagan. Darvaqa Koreya urushi mezgilida Xitayga atom bombasi bilan zarba berishni tashabbus qilgan general Douglas MacArthur 1964 yılı 5 aprel vafat bolgandan keyin Amerika taraf Vietnamda 10 yıllık patqaqqa petib qalgan. Bu fursatni ching tutgan Sovet ittifoqi Hindiston'ni o'ziga tortgan.
Amerika bununğa qarta Pokistonni aktiv qo'llashga boshlagan. Bu holat oxirida yangi bir qitimliq Hindiston-Pokiston urushini keltirib chiqargan. Bu urushga Pokistondagi Uyg'urlardan biri bo'lgan Mavlavi Muhammad Hofizmi ishtirok qilgan. Pokiston davlat armiyasi tarkibida uda 7 yil ishlab, bir qism urushlarda zo'r tuhfa ko'rsatgan Mavlavi Muhammad Hofiz Pokiston armiyasi sepida nihoyatda yaxshi ishlaganlikdan Pokiston davlat mudofaa ministrligining bir qancha qitimliq mukofotiga va taqdirnomasiga erishgan edi. Muhammad Qosim hojimning aytishicha, Mavlavi Muhammad Hofiz Hasan ona vataniga qalbi bog'langan, vatanparvarlik ruhi nihoyatda yuksak bo'lib, Uyg'urlarning beshiga kelgan baxtsizliklar va Sharqiy Turkistonning tarixi haqida qimmatli asarlarni yozib, Urdu va ingliz tillarida nashr qildirgan ekan. Uning Uyg'urlar haqida yozgan ba'zi maqolalari o'z vaqtida arabcha, fransuzcha tillarga tarjima qilingan ekan. Uning Uyg'urlarning tarixi, Qashqar diyori nomli Urdu tillarida yozgan kitoblari Pokiston kutubxonalarida hozirmi bor.